Suzan opa, ko'p kosmetologlar kokteyl muolajasi o'zi kimlarga qilinishi kerak, ko'pchilik bu protsedurani bilmaydimi yoki bilmayman, qilishmas ekan. O'zi qanchalik o'zi effekt beradi o'zi? Qayerga qilinadi kokteyl? Kokteyl har bitta insonga alohida biz tanlab preparatlarni qo'shib effektini 100% berish uchun yuziga birinchi ko'ruvdan o'tadi. Ajinlari bo'lsa, kerak bo'lsa botoks qo'shiladi. Teri osilgan bo'lsa, polimolочный жидкий нить, yaltirovchi янтарный kislota, aminokislota, peptidlar, polikaprolaktoновый жидкий nить, kremniy terimizni qisqaytirib beradigan dori ham qo'shaman. Ochartovchi, vitamin C bo'lishi mumkin, glutation bo'lishi mumkin. 20 bitta preparatlar bo'lsa, har bittasini qo'shib qilib berishim mumkin patsientga. Preparatlari narxi qanaqa bo'ladi? Qimmat, sifatli, rezultat beradigan, 100% beradigan kokteylni qo'shib insonga qilib berishim mumkin. Lekin bu albatta investitsiya o'ziga bo'lishi kerak. Hamma ham bu narsani narxni ko'tarib bera olmaydi. Har bir insonga materialniy tarafdan cho'ntagiga qarab, yuziga ko'rsatib, sroklarni ko'rsatib, shunaqa qilib beraman. Kokteylni o'zi yuzga qilinadi, to'g'rimi? Nafaqat yuzga biz qilamiz, qo'llarimiz polni ishlab berishimiz mumkin. Ochartirib, yosh qiz boladaqa nafaqat yuzlari ham intimniy zonalarini chiroyli qilib beramiz.